Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. IDC Geometry kitobi 12-paragrafga yetib keldik. To'rtburchaklar mavzusi. Ikkinchi testini yechimlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi misol. Birinchi misolda aytilyapti, demak kvadrat berilgan ekan. Kvadrat ichida olingan ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi 10 ga teng deyilibdi. Demak, mana kvadratni oladigan bo'lsak, uning ichidan ixtiyoriy bitta nuqtani oldik. Mana shu nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi. Ya'ni bu tomongacha bo'lgan masofa, qanaqadir x, bu tomongacha bo'lgan masofa y deyman. Bu yoqqacha bo'lgan masofani olsak, bu yog'ini a deyman. Va bu tomongacha bo'lgan masofa b ga teng bo'lsin. Endi bu nuqtadan tomongacha bo'lgan masofa qanday bo'ladi? Masofa doim 90 gradus ostida tushadi. Masofa har doim perpendikulyar tushirilgan bo'ladi. Mana shunday hamma kesmalarni yig'indisi 10 ga teng deyilyapti ekan. Demak, mana yozadigan bo'lsak a plus b plus x plus y. Mana shu narsa 10 ga teng ekan. Endi e'tibor bering, bu yerda kvadrat tomoni nimaga teng? Kvadrat tomoni bu vaziyatda qaraydigan bo'lsak, y bilan b ning yig'indisiga teng. Bunaqasiga oladigan bo'lsak, mana y plus b ga teng. Bu yerdagi jam masofa kvadrat tomoniga teng. Endi bunaqasiga oladigan bo'lsak, a bilan x ning yig'indisi bitta tomoniga teng bo'lib qoladi. A plus x bo'lib qoldi. Endi kvadrat to'rala tomoni uzunligi bir-biriga teng bo'lib qoladi. Mana. Xo'p, demak bizda ikkita tomonning yig'indisi bor ekan. Mana a plus x bilan mana bu narsani bunday qilib yozsak bo'ladi. A plus x plus b plus y teng 10 deb olsa bo'ladi. Ikkita tomonning yig'indisi bor ekan bizda. Ikkita tomonning yig'indisi, endi kvadrat umumiy tomonni n deb qo'ysam, ikkita tomonini yig'indisi 2n bo'ladi-da. Mana shu narsa 10 ga teng ekan. Mana bu bitta tomoni edi a plus x, b plus y ikkinchi tomoni edi. Va ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi. A plus x ham n ga teng, y plus b ham mana n ga teng. Demak, bu yerdan n ni topadigan bo'lsak, 5 ga teng bo'lib qoladi-da. Demak, kvadrat tomoni uzunligi 5 ga teng ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, kvadrat yuzini toping. Endi kvadratni yuzasi tomonini kvadratga oshirib qo'ysak bo'ldi. 25 degan narsa chiqadi. B javobi. Ikkinchi misol, to'g'riburchakli uchburchakning katetlari 7 va 24 ga teng. To'g'riburchakli uchburchak berilibdi, katetlari 7 va 24 ga teng ekan. Xo'p, tomoni uchburchakning eng kichik medianasiga teng bo'lgan kvadrat perimetrini toping debdi. Xo'p, demak bu yoqda bitta kvadrat bor ekan, shartida aytilishi bo'yicha kvadrat. Mana shu kvadrat tomoni deyilyapti. Bu uchburchakni eng kichkina medianasiga teng ekan. Endi buni eng kichkina medianasining uzunligini topsak bo'ldi. Demak, kvadrat tomoni topgan bo'lamiz. Endi uchburchakning eng kichik medianasi qaysi bo'ladi? Eng kichkina mediana eng katta tomonga tushirilgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda teskari bo'lardi. Eng kichkina tomonga eng uzun mediana tushadi. Eng katta tomonga eng kichkina mediana tushadi. Demak, eng katta tomon qaysi? Mana Pifagordan 7 24 ni Pifagor qiladigan bo'lsak, gipotenuzaning uzunligi qanday bo'ladi? 49 ga 24 kvadrati 576 ni qo'shib yuborsam 625 chiqadi. Bu 25 kvadrat degan, bu yer 25 ekan. Eng katta tomon mana 25 bo'lib qoldi. Endi shu tomonga tushirilgan mediana uzunligini topsam, mana shu mediana bu yoqdagi kvadrat tomoni bo'lib qolar ekan. Endi to'g'riburchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan mediananing uzunligi nimaga teng bo'lardi? Gipotenuzaning yarmiga teng bo'lib qolardi. Bu yer 12,5 ekan. Mana 25 da yarmi 12,5. Demak, kvadrat tomoni 12,5 dan. 12,5 bu yer ham, bu yog'i ham 12,5. Endi ana shuni perimetrini topib bering debdi. Perimetri nima bo'ladi? 4a bo'lardi. 4 ko'paytirilgan 12,5 desak 50 degan natija chiqar ekan. Ikkinchi misolga a javob bo'lar ekan. Uchinchi misolda mana shu holatda sizga berilyapti ekan. Demak, aytilyapti AB kesma 12, DS kesma 16, BC bilan AB kesmalar 26 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ABCda to'rtburchak yuzini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerda birdaniga uchburchakning yuzini topmaymiz. To'rtburchak yuzini birdaniga topib olmaymiz. Ya'ni qismlarga ajratib olishim kerak bu yerda. Mana shu yerdan bu yoqqa qaratib shunday
chiziq tortib oladigan bo'lsam, ana endi e'tibor bering, bu yerda ikkita uchburchakka ajrab qoldi. To'rt burchagimiz ikkita uchburchakka ajradi. Ikkala uchburchakning yuzalarini alohidadan topib, bir-biriga qo'shib qo'yadigan bo'lsam, mana shu ABCda to'rt burchakni yuzasi kelib chiqadi. Endi bu AC kesimini uzunligini qanaqa qilib topsak bo'ladi? Buni Pifagor teoremasdan topsak bo'ladi. Mana 12 bilan 16 ni Pifagor qiladigan bo'lsak, mana shuni uzunligi 20 ga teng bo'lib qoladi. 12 ni kvadratiga 16 ni kvadratini qo'shib ildiz chiqarsangiz 20 chiqadi. Endi mana bu joydagi yuzani S1 deb qo'yay. Bu tomondagi yuzani S2 deyman. Mana bu yoqda S2 dedim. Demak, S ABCD deyotganimiz nimaga teng? Mana shu S1 plus S2 ga teng. Xo'p, S1 yuza to'g'ri burchakli uchburchakli yuzasini topishim uchun 1/2 A ko'paytirilgan va katetlarni ko'paytirsak bo'ldi. 12 ko'paytirilgan 16. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda 6 qoladi. Endi 6 ni 16 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam 96 degan natija chiqar ekan. Mana bu. Demak, S1imiz 90, birinchi uchburchakli yuzasi 96 ekan. Endi ikkinchi uchburchakli yuzasini qanaqa qilib topsak bo'ladi? E'tibor bering, uchburchakda uchala tomoni uzunligi bor. Uchala tomoni uzunligi bo'ladigan bo'lsa, Gerron formulasidan topsak ham bo'ladi yoki bu tomonga bitta balandlik tushirib olib topsak ham bo'ladi. Teng yonli uchburchak ekan, yon tomonlari 26 dan teng yonli uchburchakning asosi 20, asosga tushirilgan balandlik mediana vazifasini ham bajaradi. Bu yer 10 bo'lib qoladi. Bu yer 10. Endi h. Endi mana bu uchburchakka nisbatan Pifagor qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? H ni kvadrati yozay, shuni h ni kvadrati plus 10 ni kvadrati teng 26 ni kvadrati deb shu yerdan h ni topadigan bo'lsak, 24 degan natija chiqib qoladi. Endi bu yerdagi yuza nimaga teng bo'ladi? Mana bu joyga yozaman. S2 dedik, 1/2 A ko'paytirilgan H formaga qo'ysak bo'ladi. 1/2 asosi sifatida 20 ni olaman. Balandligi nimaga teng chiqdi? 24 ga teng chiqdi. Demak, 240 bo'lar ekan. Bu qisqarib ketsa 10 ko'paytirsam 240. Bizdan so'ralayotgan bu uchburchakning yuzasi nimaga teng bo'lib qoladi endi? S1 deyotgan yuzam 96 bo'ldi plus S2 bu yoqdagi uchburchakning yuzasi 240 bo'ldi. Bir-biriga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, 236 degan natija chiqib qolar ekan. Kechirasizlar, 236 emas ekan. 336 ekan. 336 degan natijaga ega bo'lamiz. Demak, S javob ekan. Xo'p, 4-misol. 4-misolda aytilyapti, to'g'ri burchak bor ekan. To'g'ri burchakning yuzi 70 ga teng. Demak, bizga berilgan to'g'ri burchakning mana tomonlarini A bilan B deb olib turaman. Shuni yuzi 70 ga teng va keyin aytilyapti, eni 5 birlik, bo'yi 2 birlik oshirilgandan keyin. Endi keyingi holatda nima bo'ladi? Bitta tomoni 5 birlik, ikkinchi tomoni 2 birlik uzaytirildi mana. Aytaylik, bu tomonni 2 birlik uzaytiradigan bo'lsam, A plus 2. 2 birlik uzaytirsak, ya'ni 2 qo'shilib qoladi. Bu tomonni 5 birlik uzaytiribmiz, B plus 5 bo'lib qolibdi mana. Shunaqa 5 birlik, 2 birlik oshirilgandan keyin yuzasi 144 ga teng bo'ldi. Endi mana shu holatda to'g'ri burchakning yuzasi 144 ga teng bo'lib qolibdi. Dastlabki to'rtburchakning perimetrini toping. Xo'p, mana shu holatda demak, boshida aytilgan to'rtburchakning yuzi 70 ga tengligi berilgan. Buni yuzasi 70 ga teng. Keyingi holatda 2 birlik, 5 birlik orttirganimizdan keyin buni yuzasi 144 ga teng bo'lib qolibdi. Dastlabki perimetrini, dastlabki to'rtburchakning perimetrini toping. Demak, bu to'rtburchakning perimetrini topib berishimiz kerak. Xo'p, yuza nimaga teng edi? Yuza ikkala yon tomonni ko'paytmasiga teng. Bu yerda A ko'paytirilgan B 70 ga teng desak bo'ladi. Endi bu yoqdan yuzani topish uchun nima qilaman? A plus 2 ni B plus 5 ga ko'paytirib olishim kerak. Bu ham to'g'ri bo'lsa, ikkalasini ko'paytmasi nima chiqishi kerak ekan? 144 chiqishi kerak ekan. Mana shu tenglamalar sistemasini yechsak bo'ldi. Keyin birinchisini perimetrini topib olamiz. Buni ochib chiqadigan bo'lsam, ikkinchisini AB plus buni bilan ko'paytirsam 5A plus ikkalasini ko'paytirsak 2B plus 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10 barobar 144 bo'lib qoldi. Endi e'tibor bering, AB ko'paytma nimaga teng bizda? Bu 70 ga teng mana bu joyda turibdi. 10 ga 70 qo'ysam bo'ladi. 70 qo'yib yuborsak, bu 10 bilan 80 bo'lib qoladi. Plus 5A plus 2B bo'lar ekan. Bu tomonda 144 o'zi turibdi.
Xo'p, nimani topsak bo'ladi bu yerdan? 5a plus 2b ni qiymatini topsam, 80 ni u yoqqa o'tkazib ayirib yuboradigan bo'lsak, 64 degan natijaga ega bo'lamiz ekan. Xo'p, endi bizdan nimani topish so'ralgandi? A bilan birinchisini perimetr A bilan bni alohida topib olishim kerak ekan bu yerda. Endi mana bu joydan b ni topaman, e'tibor bering. b ni topib oladigan bo'lsam, 2b barobar 64. 5a ni u yoqqa o'tkazib yuborsak, -5a bo'lib qoladi. 2 ga bo'lib yuborsam, b barobar 32 minus 5a. Shuni shunday qilaylik-da, 2b ligicha qolib turaversin. 2b holaticha tura tursin-da bu. Mana shunday holatda turaversin. Endi mana bu joyda qarang. A b ko'paytma 70 ga tengligi bor. Shuni 2 ga ko'paytirib yuboraman-da, bunday qilib yozaman. 2 ko'paytirilgan b ko'paytirilgan a. Mana shunday barobar 70 deb yozdim. Endi mana 2b ni o'rniga nima qo'yib yuborsam bo'ladi? Ya'ni 2 ga ko'paytirib olyapman ekan bu yerda. 140. Tenglik ikkala tomonni 2 ga ko'paytirib yubordim, mana bunga moslash uchun. 2b ko'paytirilgan a, bu yoqda 70 ni 2 ga ko'paytirsak 140. Endi mana 2b ni o'rniga 64 minus 5a ni qo'yib yuborsak, 5a ko'paytirilgan a barobar 140 degan natijaga ega bo'lamiz ekan. Xo'p, ichkariga ko'paytirib yuborsak, 64a minusdan 5a kvadrat barobar 140. Nariga tomonga olib o'tsam, 5a kvadrat minus 64a plusdan 140 barobar 0 degan kvadrat tenglamaga kelib qolar ekan. Endi mana shu joydan kvadrat tenglamani yechish orqali to'rt burchakni tomoni uzunligini topib olsak bo'ladi. Xo'p, kvadrat tenglamani diskriminant qilib ishlashimiz kerak. Mana shu holatda kvadrat tenglamaga kelyapti. Diskriminant orqali yechadigan bo'lsak, mana shu joydan a barobar 7 degan natija chiqar ekan. Endi men diskriminant qilib ishlab o'tirmadim, biroz cho'zilib ketib qolyapti. Xullas a barobar 7 degan yechim chiqar ekan. Diskriminant qilib x1 x2 ni topsangiz 7 chiqadi. Endi a teng 7 bo'ladigan bo'lsa, b ni qiymati 10 ga teng bo'ladi. Mana bu yerga 7 ni olib kelib qo'ysak, b ni qiymati 10 chiqadi. B bor, a ni qiymati ham bor. Endi dastlabkisini perimetr degan, perimetri 2 ko'paytirilgan a plus b bo'lib qoladi. 2 ko'paytirilgan 17. Ya'ni 34 degan natija chiqib qolar ekan. O'zi buni qilib ishlab o'tirmasdan mana yuzasi 70 chiqishi hosil bo'lgan kombinatsiyalarni sanab qo'ysak ham bo'laveradi. Masalan, yuzasi 70 bo'lishi uchun tomonlar nima bo'lishi kerak? Misol uchun 2 bilan 35 yoki bo'lmasam 14 bilan 5. Ashlarning ichida 7 bilan 10 degan kombinatsiya ham bor. 7 bilan 10 degan kombinatsiyani 2 bilan 5 ga oshirib ko'rsangiz, keyin ularning ko'paytmasi 144 chiqib qoladi. 7 bilan 10 deydigan bo'lsak, endi oshiradigan bo'lsak, bitta tomonni 2 ga oshirsak, bittasi 12 bo'ladi, ikkinchisi 5 ga oshiradigan bo'lsam 9 bo'ladimi? bo'ladi. Yo'q, 12 bo'lib qolar ekan bu. 12 bo'lar ekan. Buni 5 ga oshirsak, 7 ni 5 ga oshirsak 12, buni 2 ga oshirsak 12, ikkalasini ko'paytmasi 144 bo'lib qoladi. Demak, 34 degan natija chiqar ekan. 4-misolga ko'p javob bor. 5-misol. 5-misolda ABCda to'g'ri burchak deyilibdi. Mana ABC to'g'ri burchak. Y nuqta BC tomon o'rtasi ekan. Bu ikkalasi o'zaro teng ekan. Bu yerlar teng. Va aytilyapti burchak EAD 20 gradus bo'ladigan bo'lsa, AB tomon uzunligi 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, AECD to'rt burchakda yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi mana shartga e'tibor beradigan bo'lsak, EAD burchak qayer bo'lyapti? E bilan A ni tutashtiraman ekan. Mana EAD burchak mana bu joy bo'lyapti. 20 gradus bo'lib qoldi. Endi biz topib berishimiz kerak bo'layotgan 3 burchak yuzasi AECD, ya'ni bu yerda mana AECD, mana shu joyda to'rt burchak yuzasini topib berishim kerak. AB 4 ga tengligi bor. Xo'p, endi bunday qilamiz. Birinchi katta uch burchak yuzasini topib olamiz. Katta uch burchak yuzasidan mana bu joyda uch burchakni ayirib yuboradigan bo'lsam, mana bu joyda to'rt burchakni yuzasi qoladi. Birinchi bo'lib AD tomon uzunligini topib olaylik. Bu yerda x deb tursam, bu yer ham
x ga teng bo'lib qoladi. Endi x bilan mana 4 ni qanaqa qilib bog'lasak bo'ladi? E'tibor bering. 20 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham 20 gradus bo'lib qoladi. To'g'ri burchakda ikkala tomoni parallel bo'ladi. Bu ikkalasi ichki almashtiruvchi burchaklar. Endi mana to'g'ri burchakli uchburchakda yopishgan katetni qarshi katetga nisbati, ya'ni katangensga bog'lashimiz kerak ekan. Javoblar katangensli berilibdi. Demak, mana 20 ga yopishgan katet x bo'lyapti. Uni qarshi katet 4 ga nisbati teng bo'lib qoladi. Nimaga? Katangens 20 ga. Mana bu yerda x topadigan bo'lsam 4 katangens 20 gradus bo'lib qoladi. X qiymati mana shunday turib tursin. Buni oxirida olib borib qo'yamiz. A tomon uzunligi 2x ga teng bo'ladi. Endi ana shu yuzani topib berishimiz kerak mana. Bu yuzani topishim uchun katta to'rtburchakli yuzasidan, katta to'rtburchakli yuzasi nimaga teng endi? Ikkala tomonni ko'paytmasi 2x bilan 4 ni ko'paytmasi, ya'ni 2x ko'paytirilgan 4 ga teng. Shundan ayirib olishim kerak. Nimani? Mana bu joydagi uchburchakli yuzasi. Endi bu uchburchakli yuzasi 4 ko'paytirilgan x taqsim 2. To'g'ri burchakli uchburchakli yuzasi katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lsak bo'ldi. Demak, mana shu narsa 8x ayrilgan 2x bo'lar ekanda 6x ga teng. Ya'ni mana S A E S D to'rtburchakli yuzasi 6x ga teng bo'lib qolar ekan. X o'rniga bu ifodani olib borib qo'yib qo'ysam bo'ldi. Qo'yib yuborsak ko'payib 24 bo'lib qoladi. 24 katangens 20 gradus degan natija chiqar ekan. Xo'p, 5-chi misolga, demak 24 katangens 20 degan D javob bo'ladi. 6-chi misolda mana shu holatda chizma berilibdi. Ya'ni bu yerda ABCD to'rtburchak berilgan. To'rtburchakda tomonlari o'rtalari olinibdi. Mana J nuqta BC tomon o'rtasi, H nuqta SD tomon o'rtasi, F nuqta AD ni o'rtasi bular teng edi. Va AE nima dedim? AB ni o'rtasi Y nuqtaga mana Y nuqta AB ni o'rtasi. Va tomonlar mana shu holatda tutashtirilibdi. Endi bizdan topib berish so'ralyapti. Xo'p. SAF yuza 15 ga teng bo'lsa, qayer bo'lyapti u? AF mana shu joydagi yuza 15 ga teng bo'lsa va SJH bu yerdagi yuza 20 ga teng bo'lsa, to'rtburchakli yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Endi qanday qilamiz bu yerda? To'rtburchakli yuzani topishni mana u B dan D gacha bitta diagonal o'tkazib olib tursam, mana shunday qilibman. Diagonal o'tkazib oldim. Endi e'tibor bering, mana bu joyda nima bo'lyapti? CBD uchburchak bilan tepadagi mana SJH uchburchaklar o'xshash. Ya'ni mana shu uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash. Nimaga? Chunki mana yon tomonlar o'rtalarini tutashtiryapmiz. O'rta chiziq bo'lyapti-da bu. BCD uchburchakka nisbatan mana JH o'rta chiziq vazifasida kelyapti. Endi o'rta chiziq yuzani qanaqangi nisbatda ajratadi? Shuni bilib olaylik-da birinchi. Shunda osonroq bo'ladi. Mana qandaydir uchburchak berilgan bo'lsa, tomonlar o'rtalarini tutashtirsak, tomonlar o'rtalarini tutashtirdik. Bu yerda mana o'rta chiziq deyilardi, asosga parallel bo'lib qolardi va ikkita o'xshash uchburchakka ajratardi. Ikkalasi parallel bo'lgandan keyin katta uchburchak bilan kichkina uchburchak nima? O'xshash. Bu yuzani S deb turadigan bo'lsam, bu yerda A, bu yerda ham A deb tursam, endi katta uchburchakning yuzasi nimaga teng bo'lib qoladi? Katta uchburchakning yuzasini SX deb turaman. Katta uchburchakning yuzasi SX bo'lib tursin. Yuzalar nisbati SX ni S ga nisbati, katta uchburchak yuzasini kichkina uchburchak yuziga nisbati, tomonlar nisbatini kvadrat. Katta uchburchak tomoni 2A, kichkina uchburchakning bitta tomoni A ga teng. Shuni kvadratiga teng bo'lib qolar ekan. Bu yerdan SX topsak, bular qisqarib ketadi-da, 4S degan natija chiqadi mana. Demak, tepada kichkina uchburchak yuzi S bo'lsa, kattaniki nima bo'lib qolar ekan? 4S bo'lib qolar ekan. 4S dan mana S ni chopib oladigan bo'lsak, 3S. Ya'ni mana bu joydagi to'rtburchak yuzasi nima bo'lar ekan? 3S. Xuddi mana shu holat bo'lyapti mana yerda. Mana BDS uchburchak e'tibor bersanglar, bu 20 bo'lsa, S bo'lsa, bu yog'i 3S bo'lyapti. Demak, mana bu joy 60 ekan. Ana. Endi 15 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda ham xuddi shu holat. Mana bu yoqda ham o'rtalarni tutashtiryapmiz. 15 bo'ladigan bo'lsa, 3 ga ko'paytirsak, bu yer 45 bo'lib qoladi. Endi bizdan so'ralgan A, B, C, D to'rtburchakda yuzasi nimaga teng? Hammasini yig'indisi. Ikkalasini yig'indisi 60 plus
ikkalasini yig'indisi 80. Qo'shib yuborsak 140 degan natija chiqib qolar ekan. Xo'p. 6-misolga 140 degan natija D javob bo'lar ekan. 7-misol, 7-misolda to'g'ri to'rtburchak berilyapti ekan. To'g'ri to'rtburchakning ikkita tomoni uzunligi bor ekan. 18 bilan 24 ga teng bo'lsa, to'g'ri to'rtburchak diagonallari orasidagi burchakni topib bering debdi. Mana shu fini qiymatini topib berishimiz kerak. Xo'p. Bu demak bir necha xil usullarda ishlasa bo'ladi. Shulardan bittasini ko'rsataman. Xo'p, qanday qilamiz? To'g'ri to'rtburchakni yuzini qanaqa qilib topadi? Yuzidan foydalansak, a ko'paytirilgan b desa bo'ladi. Va ixtiyoriy to'rtburchakni yuzini topish mana bunaqangi formula bor. 1/2 d1 ko'paytirilgan d2 sinus fi. Mana shu formula bor. Endi mana shuni to'g'ri to'rtburchak uchun yozadigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchakda ikkala diagonali teng bo'ladi. Ikkalasini ham d deb oladigan bo'lsak, mana bu joyda nima bo'lib qoladi? D ni kvadrati bo'lib qoladi. D1 bilan D2 teng, D ni kvadrati. Ko'paytirilgan sinus fi. Bu yerdagi fi nima edi? Diagonallar orasidagi burchak edi. Bizdan aynan mana shu sinus fi ni topib berish so'ralyapti, adashmasam. Diagonallar orasidagi burchakning, sinusini toping deyilgan ekan. Men burchakni toping deb olibman. Sinusini topib berishimiz kerak ekan. Mana shu sinus fi topsak bo'ldi ekan. Xo'p, endi ikkala yuzalarni bir-biriga tenglab olsak bo'ladi. Mana a ko'paytirilgan b barobar 1/2 d kvadrat ko'paytirilgan sinus fi bo'ldi. Ana. Bu yerdan sinus fi topadigan bo'lsam, sinus fi barobar bo'lar ekan. Bu 2 bu yoqqa ko'payadi. 2 ko'paytirilgan ab taqsim d kvadrat bo'lib qoldi. Ana a bilan b bu yerda to'g'ri burchak tomonlari. A bilan b bor. Endi diagonalni qanday topamiz? Diagonalni topish uchun mana bu joyda to'g'ri burchakli uchburchakka nisbatan Pifagor teoremasini yozib olsak bo'ldi. Demak, d ni kvadrati a kvadrat bilan b kvadratning yig'indisiga teng. Xuddi shu yerdan Pifagordan topadigan bo'lsak, d ni qiymati 18-24 bo'ladigan bo'lsa, bu tomon 30 ga teng chiqib qoladi. 18 bilan 24 ni bu yerga qo'yib hisoblasangiz bo'ldi. Endi bu yoqqa olib kelib qo'yib yuborsam, 2 ko'paytirilgan a ni o'rniga 18, b ni o'rniga 24, d ni o'rniga 30 qo'yadigan bo'lsak, 30 ni kvadrati bo'lar ekan. Shuni hisoblasam bo'ldi. Demak, 2 ko'paytirilgan 18 ko'paygan 24, buni 2 ta 30 qilib yozsak, 6 bu bilan ketsa bu yerda 3, bu bilan 6 ketsa bu yerda 4, bu yerda 5 bilan 5 qoladi. Barobar nima bo'lyapti? 2 kere 3 6, 6 ni 4 ga ko'paytirsam 24, pastda 25 bo'ladi. Demak, bizdan so'ralayotgan burchakning sinusi 24 taqsim 25 ekan. Mana shu holatda bo'ldi. Navbatdagi misol 8-inchisi. ABC to'g'ri to'rtburchakning AC va BD diagonallari berilgan. Xo'p, to'rtburchak ekan, to'g'ri to'rtburchak emas ekan, bu yerda ixtiyoriy to'rtburchak ekan va AC bilan BD diagonallar o'tkazildi. Ular O nuqtada kesishadi deyilyapti. Va bizga berilyapti yana ABO uchburchakning yuzasi 8 ekan. ABO. Bu yerdagi yuza 8 ekan. Keyingisi BOC 6 ga teng ekan. BOC bu yerdagi yuza 6 ekan. Va keyingisi COD bu yerdagi yuza 9 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ABCda to'rtburchakning yuzasini topib bering deydi. Xo'p. Buni qanaqa qilib topamiz endi? Bitta xossa kerak bo'ladi bizga. Ixtiyoriy to'rtburchak uchun ishlayveradi bu xossa. To'rtburchakning diagonallarini o'tkazadigan bo'lsak, to'rtburchakning diagonallari nima qiladi? To'rtburchakni 4 uchburchakka ajratib qo'yadi. Mana shu joyda uchburchak yuzalarini S1, S2, S3, S4 deydigan bo'lsam, mana bunaqangi xossa o'rinli. S1 bilan S3 ko'paytmasi S2 bilan S4 ko'paytmasiga teng bo'lib qoladi. Doim ixtiyoriy to'rtburchak uchun ishlayveradi. Demak, qarama-qarshilarning ko'paytmalari teng bo'lish kerak ekan. Bu yerda ham bu yuzani S deb tursam, mana shu xossaga ko'ra, demak, S bilan 6 ni ko'paytmasi 6S teng bo'lish kerak. 8 bilan 9 ni ko'paytmasiga. Ana. Hisoblasak, bu ikkalasi 2 ga qisqarsa 3 qoladi. 3 bilan bu ketsa mana 3 qoladi. Bu yerda 4. S ni qiymati 12 bo'lar ekan xolos. Bo'ldi. Bu yerdagi yuza 12 ekan. Endi ABCda to'rtburchakning yuzasi nima bo'ladi? ABCda teng bo'ladi. Hammasini qo'shib qo'ysak bo'ldi. 8, 6, 9 va 12.
hisoblaydigan bo'lsam, ikkalasi 14, 14 ga 9 bo'lsa 23, 23 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 35. Ana. 8-misolga 35 degan natija A javob ekan. Bu misolga D javob bo'ladi. 9-misol, 9-misolda shu holatda chizma berildi. 4 burchak berilgan. D burchagi bilan B burchagida qiymat 90 gradusga teng ekan va bu yoq 39, 52, 25 bo'ladigan bo'lsa, ABCda 4 burchak yuzini topib bering deyilibdi. Bu yerda ham 3 burchaklarga ajratib olib topamiz. Demak, bu yoqdan bunaqasiga bitta kesma o'tkazib yuboradigan bo'lsa, mana A bilan C ni tutashtirib oladigan bo'lsak, AC kesmani topish imkoniyati bor bizda. Mana 32 bilan 52 ni Pifagor qiladigan bo'lsak, bu yerda 39 degan, 39 bilan 52. 39 ni 3 ko'paytirilgan 13 desak, 52 ni 3 ko'paytirilgan 4 deydigan bo'lsam, endi Pifagor uchliklari bor edi. 3, 4, 5 bo'lib qolardi. Ana shu 3, 4, 5 ni biror bir songa ko'paytirsangiz ham, yana Pifagor uchligi bo'laveradi. Demak, 3, 4 bu yer necha bo'lib qoladi? 5 bo'lishi kerak edi. 5 ko'paytirilgan 13 bo'ladi endi. AC ning uzunligi 65 ga teng ekan. Mana. Xo'p, bu yerdagi yuzani topishdan muammo yo'q. Bu yog'ini topib olishim uchun 25 bor ekan, bu tomon topib olish kerak. X deb tursak, endi x topish uchun yana Pifagor teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, 25 ni kvadrati qo'shilgan x kvadrat, katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzasi 65 ni kvadratga teng bo'lishi kerak. Shu yerdan x topib olsak, x kvadrat barobar 65 ni kvadrati ayrilgan 25 ni kvadrati. X kvadrat barobar kvadratlar ayirmasiga qo'ysam, ayirmasi 40, yig'indisi 90 bo'ladi. Bu degani 9 kara 4 36 deb turib, ikkalasini 10'ini bu yoqqa 100 deb qo'ysak, x barobar 6 kara 10. Ya'ni 60 bo'lib qolar ekan mana. Bu yer 60 ekan. Xo'p, endi bu yerdagi yuza nimaga teng bo'lib qoladi? Mana shu 3 burchakning yuzasi, bu kateti 39, bu tomoni 52 taqsim 2 ga teng. Ya'ni 39 ko'paytirilgan necha bo'ladi? 26 bo'lib qoladi. Mana buni yuzasi shu. Endi bunikichi 25 ko'paytirilgan 60 taqsim 2 bo'ladi-da. 25 ko'paygan 30. Mana shu holatda bo'ldi. Endi bizdan jami yuzani topib berish so'ralgan. Jami yuzani qiymati mana teng bo'lar ekan. Ana u joyda 25 ni 30 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 75 750 bo'lar ekan. Plus. Xo'p, buni ko'paytirsakchi? 39 ko'paygan 26. 39 ni 26 ga ko'paytiramiz. Keyin unga 750 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsam, ular shu natija 1764 chiqishi kerak ekan. Mana shu holatda bo'ladi. C javobga to'g'ri keladi. Mana shu joyini hisoblash qoldi. 1764 chiqadi. Endi 10-misol. Xo'p, 10-misolda aytayapti. ABCda 4 burchakning yuzi 120 ga teng. To'g'ri 4 burchak demabdi. Ixtiyoriy qanaqadir 4 burchak ekan. Yuzasi 120 ga teng. Va tomonlari o'rtalarini ketma-ket tutashtirishdan hosil bo'lgan 4 burchakning yuzini toping deb. Endi mana shu yerda bitta narsani ko'rsatib berib ketmoqchiman. Shunaqa teorema bor. Ixtiyoriy 4 burchakli tomonlari o'rtalarini tutashtirib chiqsangiz, ichkarida doim parallelogram hosil bo'ladi. Doim parallelogram bo'lar ekan mana ichkarida 4 burchak va mana shu parallelogramning yuzi katta 4 burchak yuzasini yarmiga teng bo'ladi. Bu o'zi tayyor qoida mana. Demak, sx deb qo'ysam shuni yuzasini. Nimaga teng bo'lib qolar ekan? 60 ga teng bo'lib qolar ekan. Ana bo'ldi. Endi isbotini ham bir qator o'rganib qo'ysak bo'laveradi. O'zi qisqagina bo'ladi. Isbotlab berib qo'yaman. Xo'p. Demak, qanday bo'ladi? Birinchi bo'lib parallelogram bo'lishligini isbotlab olaylik-da, keyingisiga osonroq bo'ladi. Bitta diagonalni o'tkazib yuborsam, endi e'tibor bering. Bu yoqda bu kesma mana 3 burchak uchun o'rta chiziq bo'lyapti. Mana o'rta chiziq. Ya'ni bu diagonalning uzunligi qandaydir 2a bo'lsa, o'rta chiziqning uzunligi a ga teng bo'lib qoladi. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu 3 burchak uchun bu kesma o'rta chiziq bo'lyapti. Diagonalning uzunligi 2a ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana nima bo'ladi? Bu yana a bo'lib qoladi. Ana. Endi o'rta chiziq asosga parallel ham bo'lardi. Bu ikkalasi parallel. Bu tomondagi o'rta chiziq ham mana shu asosga parallel mana bu 3 burchak. Bu ikkalasi parallel, bu bilan bu parallel va endi bu ikkalasi parallelligi ham chiqib qoldi. Ikkalasi parallel ekan.
Endi bunaqasiga diagonal o'tkazib yuboradigan bo'lsak, ana bu diagonalni uzunligini 2b desam, endi bu ikkalasi o'rta chiziqlar bular. Mana bu uchburchak bilan bu tomondagi uchburchakka nisbatan bu ikkalasi o'rta chiziq bo'lib qoladi. Jami uzunlik 2b bo'ladigan bo'lsa, bu yer b, 2b bo'lsa, bu yer ham b. Mana qarama-qarshi tomonlari teng va parallelligi isbotlandi. Demak, ichkaridagi parallelogram ekan. Endi e'tibor bering. Bu chiziq bilan bu chiziq parallel edi, bu bilan bu parallel edi. Mana bu joydagi kichkina ham parallelogram ekan. Mana parallelogram. Va diagonallar orasidagi burchakni phi deb qo'yadigan bo'lsa, phi desam. Ya, bu ham parallelogram desak bo'laveradi. Hozir mana phi deb qo'ydim. Bu bilan bu parallel, bu bilan bu parallel. Parallelogramni qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi. Bu yerda ham phi deb yuborsak bo'ladi. Endi katta to'rtburchakning yuzasi nimaga teng? Katta to'rtburchakning yuzasi s mana katta deb qo'yay. S bo'laversin, bo'pti. S katta to'rtburchakning yuzasi diagonallar orqali topsam, diagonallari nima dedim? 2a, 2b. 1 taqsim 2, d1 d2 sinus phi ga qo'yaman. Bitta diagonali 2a ga teng, ikkinchi diagonali 2b ga teng. Ular orasidagi burchak phi. Sinus phi bo'lib qoldi. Ana. Endi bu nima bo'lib qoladi? 2ab ko'paygan sinus phi bo'ladi. Mana katta to'rtburchakning yuzasi shu bo'ldi. Endi ichkaridagi to'rtburchakning yuzasini topishim uchun endi parallelogramning yuzini topishda anaqa formulasi bor. A ko'paygan b ko'paygan sinus phi. Bu yerda a bilan b parallelogramning tomonlari, ikkita tomoni sinus phi, ana shu tomonlari orasidagi burchak. Endi mana parallelogramning yuzasini topish uchun bitta tomoni a ekan, ikkinchi tomoni b ekan. Orasidagi burchak phi. Mana s x deb oldim, uni yozadigan bo'lsam, a ko'paygan b ko'paygan sinus phi bo'lib qolar ekan. A bilan b orasidagi burchak mana sinus phi. Mana endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu 2 ko'paytirilgan ab sinus phi, bu ab sinus phi ning o'zi. Demak, yarmiga teng bo'lib qolar ekan. Kattaning yuzi 120 deyilganda, ichkaridaginiki nima bo'lar ekan? 60 bo'lib qolar ekan, yarmiga teng bo'lsa. Xo'p, 10-misolda 60 degan javob A javob bo'lar ekan. 11-misol, 11-misolda mana shu holatda chizma berilibdi. ABC to'rtburchak berilgan va ikkala diagonal o'tkazilgan. Diagonallar kesishgandan keyin bu yerda hosil bo'lgan kesmalar uzunligi 8, 8, 6, 10. Bu yer ham 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shu to'rtburchakning yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p. Endi bu yerda qanday qilamiz? Qarang, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 6, 8, 10. Ya'ni bu yerdagi buni A nuqta deb qo'yay. A, B, A uchburchak qanaqa uchburchak? To'g'ri burchakli uchburchak ekan. 6, 8, 10 Pifagor sonlari edi. 6 bilan 8 kvadrat bilan yig'indisini hisoblasangiz 10 ning kvadrati chiqadi. Endi bu yer 90 ligini bilib oldik. Bu 90 degani bu yoq ham 90 gradus, bu yoq ham 90 gradus, bu yog'i ham 90 gradusga teng. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ABC to'rtburchakning yuzasini topib bering deb. Demak, to'rtburchak yuzini topishim uchun to'rala uchburchakning yuzasini alohida-alohidadan topaman-da, bir-biriga qo'shib yuborsam bo'ldi. Buni yuzasi nima teng bo'ladi? 6 ko'paytirilgan 8 taqsim 2, ya'ni 24 bo'ladi buni yuzasi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lsak bo'ldi. Buni yuzasi 8 ko'paytirilgan 8 taqsim 2, 64 bo'lsa 32 chiqar ekan buni yuzi. Bu yer 8 ko'paytirilgan 10 taqsim 2, 40 bo'lar ekan bu yuzi. Bu yerchi 6 ko'paytirilgan 10 taqsim 2, 30 bo'lar ekan. Ana. Endi hammasini bir-biriga qo'shib yuborsak, ABCni to'rtburchakning yuzasi kelib chiqadi. Demak, 24 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsam, 56. 30 bilan 40 70 bo'ladi. Buni yana bir-biriga qo'shib yuborsak, 126 degan natija chiqib qolar ekan. Demak, 11-misolga 126 degan javob bo'lyapti. C javob bo'lar ekan. Xo'p, 12-misol. 12-misolda aytilyapti, ABCda qavariq to'rtburchak ekan. Qavariq to'rtburchak ABCda va diagonallari o'zaro perpendikulyar ekan mana. DB diagonal demak, AC diagonal bilan 90 gradus ostida kesishadi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, AD tomon uzunligini toping deyilibdi. Bu yerda bular ham berilgan. Bu tomon 5 ga teng, bu yoq 4, bu yoq 3 ga teng bo'lsa, x ning qiymatini topib berishimiz kerak. Xo'p, x ning qiymatini qanaqa qilib topamiz endi? Qarang, mana shu kesmalarni belgilab oladigan bo'lsam-da, bu yerdagi kesmani bundan boshlab, buni uzunligini A desak, buni uzunligini B desak, buni C deyman, bunisini D deyman. Ya'ni to'g'ri burchak bo'lgandan keyin bu yerdagi hamma burchaklar 90 gradus bo'ladi. Bu yer ham 90 gradus, bu yoq ham 90 gradus.
Bu yerda 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak bor. Har biri uchun Pifagor teoremasini yozamiz. Demak, bu uchburchakda a kvadrat bilan b kvadratning yig'indisi nima? A kvadrat bilan b kvadratning yig'indisi 9 ga teng. Bu yoqdagi uchburchakda b kvadrat bilan s kvadratning yig'indisi 16 ga teng. Bu uchburchakda d kvadrat bilan s kvadrat, ya'ni s kvadrat plus d kvadrat 25 ga teng bo'lsa, mana shu uchalasi bor. Endi x nima bo'lyapti? X ni bu yoqqa alohida yozib qo'yaman. X kvadrati a kvadrat plus d kvadratga teng. Mana uchalasidan shu narsani keltirib chiqarib qo'ysak bo'ladi bemalol. Demak, nima qilamiz bu yerda? Ikkala sistemani bir-biridan ayirib oladigan bo'lsam, blar yo'qolib ketar ekan mana. Tepadan pastga ayiraman. Ayirib oladigan bo'lsak, a kvadrat blar ketdi ayrilganda minus s kvadrat barobar 9 dan 16 ni ayirsak minusdan 7. Endi buni yoniga yozib olamanda, qarab turing. S kvadrat plus d kvadrat teng 25 deb turib, endi ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak, bu masala hal. Bu yerda endi s kvadratlar ham yo'qolib ketadi. A kvadrat plus d kvadrat teng, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 25 dan 7 ayriladi endi. 18 bo'lib qolar ekan. Ana. Endi a kvadrat plus d kvadrat nima tegadi mana? X kvadratga teng. X kvadrat barobar 18 desam, x barobar bu 3 ilzosi 2 ga to'g'ri keladi. 9 kare 2 deb turib, 9 dan 3 ni oldiga chiqarib qo'ysak, 3 ilzosi 2 bo'lib qoladi. Xo'sh, 12-misolda 3 ilzosi 2 degan javob B ekan. 13-misol. 13-misolda shu holatda chizma berildi. Bu yerda A D, DS, BS kesmalar uzunliklari bir-biriga teng ekan va A burchak 50 gradus, S burchak 60 gradus bo'lsa, D burchak topib bering debdi. Mana shu burchakni topishimiz kerak ekan. Xo'p, buni topish uchun nima qilamiz? Bu x turib tursin. Bu yerdan BD bitta diagonal o'tkazib olaman. Diagonal o'tkazadigan bo'lsak, endi e'tibor bering, diagonal o'tkazildi. Ikkala yon tomoni teng. Bu yerda qanaqa uchburchak hosil bo'lyapti? Teng yonli uchburchak hosil bo'lyapti. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchaklari ham bir-biriga teng bo'ladi. Demak, 180 bo'lishi kerak. Jami 60 dan ayirib olsak 120, teng 2 ga bo'lib qo'ysam, bu yerlar 60 dan ekan. Mana. Demak, bizga berilgan mana bu joydagi uchburchak, BDS uchburchak qanaqa uchburchak ekan? 60 60 60 bo'ladigan bo'lsa, bu muntazam uchburchak ekan. Muntazam uchburchakda uchala burchagi teng, uchala tomoni ham teng. Bu yer ham mana shunga teng bo'lib qoldi. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana BD bilan A da teng bo'lib qoldi. Bu ikkalasi ham teng. Endi bu ham qanaqa uchburchak bo'ladi? Teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchak, ya'ni asosidagi burchaklarni teng desak, bu yer 50 gradus bo'lib qoladi. Ana. 50 bo'ladigan bo'lsa, endi bu uchburchakka nisbatan qarasam, nima bo'ladi? 50 bu yog'iga 80 qoladi. 80. Endi bizdan D burchak topish so'ralgan. D burchak jami 80 bilan 60 ta yig'indisi. Ya'ni 140 degan natija bo'larkan. 13-misolga 140 bo'ldi D javob. Xo'p, 14-misol. Tomonlari 8 va 12 bo'lgan ABCD to'rtburchak burchakning AB, BC, CD, DA tomonlarida ularni bir uch nisbatda bo'luvchi MN qo'ygan. Xullas, bunday deyapti. AB, BC, CD hamma tomonlarida to'rtburchak burchak ekan, ikkala tomoni bor ekan. Har bir tomonda uni bir uch nisbatda bo'luvchi kesma olib chiqibmiz. AB tomonidan N nuqta olinibdi. Mana. Keyingisi BC tomonidan N nuqta, BCdan N nuqtani oldik. Mana N nuqta. E'tibor bering. 1 u 3 nisbatda deyapti. 1 u 3 bo'lishi kerak. Endi BC tomonidan 1 u 3. Ya'ni N nuqta B ga yaqinroq. Endi bu yerdan ham 1 u 3 bo'lishi uchun C ga yaqinroq bo'ladi. Ne bo'ladi? Keyingi nuqtamiz P ekan. Keyin oxirgisi DA tomonidan bu yer oladi endi. Sal bundayroq bo'ladi-da. Q nuqta olindi. Hammasini nisbati 1 u 3. Endi 1 u 3 nisbatda bo'lish qanaqa bo'ladi? Bu yerdagi kesmani x desam, bu yog'i 3x bo'lib qoladi-da. Jami 4x 8 ga tenglab olsam, bu yer 2 bilan 6 chiqadi. 2 bo'ladi, bu yer 6 chiqib qoladi. 2 bilan 6. Endi bu yog'i ham jami 12 ga teng-da, qarama qarshilar teng. 12 bo'ladigan bo'lsa, 12 ni bu yerda yana y, 3y 1 u 3 nisbatda bo'lsa, 4y ni 12 ga tenglab olsak, y qiymati 3 bo'ladi. Bu yer 3 ekan. Mana
Bu yog'ichi 9 ekan mana. Mana endi ham xuddi shu holat. Demak 2 bilan 6 bo'ldi. 1 uchun nisbatan bo'lsak 2 bilan 6 bo'ladi bu yer. Bu yoq 3 u 9 bo'ldi. Bu yer ham 3 u 9 bo'lib qoladi. Ana men 12 ni o'chirib turaman. 8 ni ham o'chirib turaman mana. Mana shu holatda olinyapti ekan nuqtalar. Endi bizdan so'ralyapti m n p q 4 burchak yuzini topib berish kerak ekan. Bo'ldi, mana m n p q ni tutashtiraman ekan. Men bilan buni tutashtirdim. Keyin bu tomoniga ham tutashtirdik. Bunaqasiga ham tutashtirdik va buni ham tutashtirdim. Mana shu ichkarida hosil bo'layotgan yuzani topib berishimiz kerak ekan. U yuzani qanaqa qilib topamiz? Endi e'tibor bering. U yuzani topish uchun katta 4 burchakli yuzasidan mana 4 ta kichkinani ayirib olsam bo'ldi. Bu yerdagi yuza nimaga teng bo'ladi? To'g'ri burchakli 3 burchakli yuzasi katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lsam bo'ldi. 9 kere 2 18, 2 ga bo'lsak bu yerdagi yuza 9 ekan. O'z-o'zidan bu yoqdagi yuza ham 9 bo'lib qoladi. Ikkalasi bir xil. Bu yerdagi yuzachi 3 kere 6 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, 3 ni 6 ga ko'paytirsam 18, 2 bo'lsa bu ham 9 ekan. Demak, bu yerdagi yuza ham 9. Ana endi S ichkaridagi mn p q bunday qilib yozsam bo'lar ekan. mn p q teng bo'ladi. Katta 4 burchakli yuzasi nimaga teng? 4 burchak yuzasi tomonlarni ko'paytirsak bo'ldi. 8 kere bu yog'i 12. Shundan ayirib olishim kerak. Nechta 9 da? Bitta, ikkita, uchta 9 da ayirib ol. 4 ta 9 da ayiraman. 9 dan 4 tasi 36. Demak, hisoblab qo'yadigan bo'lsak, buni ko'paytiradigan bo'lsam 96 ayrilgan 36 barobar ayirib olsak 60 degan natija chiqar ekan. Ichkarida hosil bo'layotgan 4 burchakli yuzasi 60 ga teng ekan. 14-misolga b bo'ladi. 15-misol ABCD kvadratining AC diagonalida A nuqta olingan bo'lib deyapti. Kvadrat berilyapti ekan, ABCD kvadrat va AC diagonalidan, mana shu AC diagonalini qandaydir A nuqtani olyapmiz ekan. Mana shu A nuqta va aytyapti A dan A gacha bo'lgan masofa 17, bu yog'i A dan C gacha bo'lgan masofa 7 deyapti. Bu yer 7 ekan. Va shunday bo'ladigan bo'lsa, mana DA masofani topib berish kerak ekan. X deb qo'ydim. D dan A gacha bo'lgan masofani toping deb savol berilibdi. Xo'p. X ni qanaqa qilib topamiz endi? E'tibor bering. Bu yerda burchaklardan ketsak ham bo'lar ekan. Bu yerda 45 desam, bu yerdagi burchak ham 45 bo'lib qoladi. Endi bu burchakni qandaydir alfa deb belgilab tursam, bu yog'i nima bo'ladi? Bu yog'i 90 minus alfa bo'ladi. Chunki jami burchak 90 da, bu yer alfa bo'lsa, bu yog'ini topish uchun 90 dan shuni ayirib olishingiz kerak edi. 90 minus alfa bo'lib qoladi. Endi x ni topishim uchun nima qilaman qarang. Bu yerdagi DAC 3 burchakka nisbatan sinuslar teoremasini yozaman. Demak, 7 ni sinus alfaga nisbati 7 taqsim. Mana shuni bunday qilib yozsak ham bo'ladi. Bo'pti, yozaveraylik. 7 ni sinus alfaga nisbati teng bo'ladi-da, x ni sinus 45 ga nisbatiga x taqsim sinus 45 gradusga teng bo'lib qoladi. Endi bu tomondan ham sinuslar teoremasini yozadigan bo'lsak, bu yoqdan 17 ni sinus 90 minus alfaga nisbati nima teng bo'lib qoladi? X ni sinus 45 ga nisbatiga x taqsim sinus 45 gradus bo'lib qoladi. Ana endi sinus 45 dan qiymatlarni qo'yib yuboramiz. Mana bu joyda bunday qilaylik, sinus alfa bu yoqqa ko'paysin-da. X ko'paytirilgan sinus alfa teng 7 ko'paytirilgan bu yoqqa ko'paysa sinus 45 bo'ladi. Sinus 45 ni o'rniga ildiz osti 2 taqsim 2 ni qo'yib yuboraman. Yoki buni ham qisqartirib 1 taqsim ildiz osti 2 desa ham bo'ladi shuni. 1 taqsim ildiz osti 2 desak ham bo'ladi. Shu holatda bo'ldi. Bu yerdan sinus alfani topaman. Sinus alfa nima bo'ladi? Xo'p, x bu yoqqa bo'linib ketadi-da, 7 taqsim ildiz osti 2 x bo'lib qoladi. Sinus alfani topib qo'ydim. Shunday bo'lsa, endi mana bu joyda e'tibor bering. 17 taqsim buni ham ko'paytiraylik-da. Sinus 90 minus alfa bu yoqqa ko'payadi. X ko'paytirilgan sinus 90 minus alfa barobar sinus 45 bu yoqqa ko'payadi-da, 17 ko'paygan sinus 45 ni o'rniga yana 1 taqsim ildiz osti 2 qo'yib yuboramiz. Endi sinus 90 minus alfa bu keltirish formulasidan bu kosinus alfaga o'tib qoladi. Mana shu ifodani o'rniga
kosinus alfa deb yozsangiz bo'laveradi. Endi x ni yana u yoqqa bo'lib yuborsam, bu yerdan kosinus alfani qiymati chiqadi-da. Xo'p, qanday bo'ladi? 17 taqsim ildiz ostida 2 x bo'lib qoladi. Mana kosinus alfani ham topdim. Nimaga bularni topib oldik? Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfaning yig'indisi, mana formula nimaga teng bo'ladi? Doim 1 ga teng bo'ladi. Demak, mana sinus kvadrat bilan buni kvadratlar yig'indisi 1 ga teng bo'lsa, bu ikkalasini ham kvadratlari yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Yoki sinus alfani o'rniga 7 taqsim ildiz ostida 2x ni, kosinus o'rniga buni olib borib qo'yib yuboryapmiz desak ham bo'ladi. Demak, bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsam, buni kvadrati 49 taqsim 2x kvadrat bo'ladi. Plus buni kvadrati 289 taqsim 2x kvadrat bo'ladi. Mana shu nima bo'lishi kerak? 1 ga teng bo'lishi kerak. 2x kvadrat umumiy mahraj berib qo'shiladi. U yoqqa ko'paytirib olsak, 2x kvadrat barobar 49 qo'shilgan 289 ekan. Bu yerdan 2x kvadrat barobar bir-biriga qo'shib oladigan bo'lsak, 338 bo'ladi. X kvadratning qiymati 2 ga bo'lsak 169 chiqadi. Ana. Demak, x ning qiymati bu yerdan 13 ga teng ekan. 13 kvadrati 169 bo'ladi. Bu bizda mana shu x deb belgilab oldik. Demak, x ning qiymati chiqdi. 13 ga teng degan javob bo'lar ekan. 15 ga B javob bo'ladi. Xo'p. 16-misol. ABCda 4 burchak, xavariq 4 burchak berilibdi va AE bisektor esa ekan, BE ham bisektor esa, D burchagi 60 bo'lsa, X burchakni topib bering deyilibdi va mana bu joydagi burchak ham berilgan 70 gradusga teng deb. Xo'p, bu yerda nima ish qilamiz? Qarang. Bisektor esa bo'ladigan bo'lsa, ikkala burchaklar teng. Alfa alfadan desak bo'ladi. Bu ham bisektor esa ikkala burchaklar teng, beta betadan desak bo'ladi. Endi bu yerdagi uch burchakka nisbatan ichki burchaklar yig'indisini yozadigan bo'lsam, alfa plus beta plus 70 nima bo'lishi kerak? 180 bo'lishi kerak. Bu yerdan alfa plus betaning qiymati ayirib olsak 110 gradus chiqib qoladi. Mana. Endi 4 burchak, katta 4 burchakda ichki burchaklar yig'indisi nima bo'lishi kerak? 180 gradus bo'lib qolishi kerak. Katta nimani? Burchaklarni yozib chiqaman. Bitta burchagi 2 alfa plus bu jami burchagi 2 beta plus x bo'lyapti ana bu joyda plus bu yerda 60. Mana. To'rala burchakni oldim. Birinchisi 2 alfa, 2 beta x 60. Shu nima chiqish kerak endi? 360 chiqish kerak. To'rt burchakda ichki burchaklar yig'indisi 360. Endi bundan 2 ni qasddan tashqariga chiqarsangiz bo'ldi. Mana alfa plus beta bo'lib qoladi-da, bu narsani mana topib qo'ydik. Plusdan x barobar 60 yoqqa o'tib ayrilib ketsin 300. Alfa plus betani o'rniga 110 qo'ysam, 2 ga ko'paytirsak 220. Plus x barobar 300. X ni qiymati ayirib oladigan bo'lsak 80 degan natija chiqib qolar ekan. 16-misolga 80 degan javob bo'ldi. 17-misol. ABCda 4 burchakning A uchidan B'da diagonalga tushirilgan balandlik diagonali 12 va 20 teng kesmalarga ajratadi. ABCda 4 burchak yuzini toping. Xo'p, ABCda 4 burchak berilyapti ekan va A uchidan B'da diagonalga, B'da diagonalni o'tkazib olishim kerak ekan birinchi. Mana B'da diagonal. A uchidan B'da diagonalga balandlik qanday tushadi? Mana shunday holatda 90 gradus ostida tushiramiz perpendikulyar. Mana shu tushirilgan balandlik deyapti. Tushirilgan balandlik 12 va 20 kesmalarga ajratadi. Ha. Mana shu B'dani 12 va 27 ga teng kesmalarga ajratar ekan. Bu yer 12 ekan, bu yer 27 ekan. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchak yuzasini topib bering deyiladi. Xo'p. To'g'ri burchak yuzini qanday qilib topamiz endi? E'tibor bering. Agar men bu yoqdagi uch burchak yuzini topa olsam, uni 2 ga ko'paytirib yuborsam, bu to'g'ri burchakning yuzasi chiqib qoladi. Endi mana bu joyda DAB. Bu qanaqa uch burchak? To'g'ri burchakli uch burchak mana. Bu yer 90. Endi to'g'ri burchakli uch burchakda xossa bor edi. H desak, to'g'ri burchakli uch burchakda gipotenuzasi bo'lyapti bu. Gipotenuzasiga tushirilgan balandlikning kvadrati gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng edi. Ya'ni h kvadrat barobar x ko'paytirilgan y degan formula bor. Bu yerda h gipotenuzaga tushirilgan balandlik, x bilan y gipotenuzada ajratilayotgan kesmalar mana. Ya'ni bu yerda bu x, bu y bo'lyapti.
hni topib olsak bo'lar ekan demak. Hni kvadrati deyman. 12 ko'paytirilgan 27 teng. 4 kara 3 desak, 12 ni buni 3 kara 9 deydigan bo'lsak, hni kvadrati barobar. Xo'p. Yana ildiz olishim kerak. Bu yoq bo'pti, bunday qilib yozaveraylik. 4 ko'paytirilgan 3 ni kvadrati ko'paygan 9. Ikkala tomondan ildiz olsak, bundan ildiz 2, 3 ni kvadratidan 3, bundan ham 3 bo'lib turib 18 chiqib qolar ekan. Bo'ldi. H ni qiymati mana 18 ekan hisoblasak. Endi bu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi nima bo'ladi? S barobar to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini topaman. Balandligi 18, ko'paygan. Asosini uzunligi nima? 27 ga 12 ni qo'shib o'raydigan bo'lsam 39 bo'lar ekan. Taqsim 2 bu uchburchakning yuzini topish formulasi mana. Bitta uchburchakni bu yoqdagi uchburchakning yuzi shu ekan. Endi to'g'ri uchburchak nima bo'ladi desa, shuni 2 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Mana bular qisqarib ketadi. Barobar 18 ni 39 ga ko'paytirib yuborsam bo'ldi. Xo'sh, mana shu holatda bo'lyapti. 18 da 39 ga ko'paytirib qo'ysak shu 702 bo'lib qolar ekan. 702 degani B javob bo'lar ekan. 18-misol. 18-misolda shunaqa holatda chizma berilibdi. Bu yerda ABCD kvadrat ekan. ABCD kvadrat va mana tomonlarni bunaqangi davom ettirib yuboribmiz. Va mana kesmalar teng deyapti. Bu yer bilan bu yer teng. Mana shu teng bo'layotgan kesmalarni hammasini x dan deb qo'ysak bo'laveradi. X bo'ladi. Bu yer ham x, bu yer ham plus hamma yo'g'i x ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, F, E, H, J uchburchak yuzasini qaysi bo'lyapti? To'rtburchak. Katta to'rtburchak yuzasini ichkaridagi kichkina to'rtburchak yuzasiga nisbatini topib bering deyilibdi. Xo'p. ABCDning yuzasi aniq. ABCDning yuzasi nimaga teng? X kvadratga teng. Tomoni x bo'ladigan bo'lsa, yuzasi x kvadrat bo'ladi. Endi va kattani tomonini qanday topamiz? 90 gradus bo'ladi kvadratli burchagi. Bu yog'i ham 90 demak. 2x bilan x ni Pifagor qilib oladigan bo'lsak, mana 2x kvadratga x kvadratni qo'shib, buni s deb turaman. S kvadratga tenglasam, s nima chiqadi? Ildiz ostida 5x chiqadi. Ya'ni 5x kvadrat bo'ldi. Ildiz olsak, ildiz ostida 5x bo'lib qoldi. Bu yer nima teng ekan? Ildiz ostida 5x ga teng. Xuddi shu narsa to'ralash uchun qiladigan bo'lsak, bu yer ham ildiz ostida 5x, bu yer ham ildiz ostida 5x, bu yog'i ham ildiz ostida 5x bo'lib qoladi. Ana endi uni yuzasi nimaga teng? S, F, E, H, J ning yuzasi. Ildiz ostida 5x bilan ildiz ostida 5x ko'paytirsak, mana kattasi ham kvadrat bo'ladi. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 5 ildiz ostida 5 bilan ildiz ostida 5 ko'paysa 5 bo'ladi. X lar ko'paysa 5x kvadrat bo'ladi. Endi bizdan uni so'ralayotgan nisbati nima bo'lib qolyapti? 5x kvadratni mana bu 5x kvadrat tepaga, x kvadratni pastga qo'ysak, qisqarib ketib 5 degan natija chiqib qoladi. Mana bo'ldi. 18-misolga 5 degan. Hop, D ekan. 19-misol. 19-misolda aytilyapti. Kvadrat berilibdi. Kvadrat tomoni 12 ga teng ekan. Mana 12 ga tomoni 12 ga teng bo'lgan kvadrat va AC diagonali K nuqta shunday olinibdiki, AK ni K S ga nisbati 2/1 ekan. K nuqta bundayroq ekan. K bundayroq ekan. Mana bunaqangi shart beryapti, ya'ni AK ni KS ga nisbati 2/1. Ya'ni mana KS ni x demaylik, A deylik. A desam, bu yog'i nima bo'lib qolar ekan? 2A bo'lib qolar ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, topib berishimiz kerak ekan. BK kesma uzunligi. Mana BK ni o'tkazaman. Mana shu x. Shu holatda bo'ldi demak. Tomon 12, bu yer A bilan 2A dedik. 2 bir nisbatda bo'lar ekan. BK kesma uzunligini topish kerak. Xo'p, diagonal uzunligini topib olsak bo'ladi. Tomoni A ga teng bo'lgan kvadratni diagonal uzunligi ildiz ostida 2 A ga teng bo'lib qoladi. Demak, diagonal uzunligi nimaga teng ekan? 12 ildiz ostida 2. Endi 12 ildiz ostida 2 bo'ladigan bo'lsa, va jami nima bo'lyapti? Mana bu joyda belgilashimizga ko'ra 3A bo'lib qolyapti. 3A ni 12 ildiz ostida 2 ga tenglab olsam, A nima chiqadi? 4
ildiz 2 chiqadi. Demak, buni o'rniga 4 ildiz 2 yozsam bo'lar ekan. Buni o'rniga 8 ildiz 2. Mana 4 ga ko'paytirsak, 2 ga ko'paytirsak 8 ildiz 2 bo'lib qoladi. Endi bu yerda x ni qanaqa qilib topamiz? Mana bu joydagi burchakda alfa deb turaman. Unda bu yog'i nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi. Chunki ikkalasini yig'indisi 90. Bitta burchagi 90 bo'ladi kvadratda. Bu yer alfa bo'lsa, bu yoqni topish uchun 90 dan shuni ayirib olsangiz, bu yoq qoladi 90 minus alfa bo'lib qoladi. Endi sinuslar teoremasdan foydalanamiz. B, K, S uchburchagi uchun sinuslarni yozadigan bo'lsam, 4 ildiz 2 ni 4 ildiz 2 ni sinus alfaga nisbati teng bo'ladi. Bu yerda burchaklarni topib qo'yapman. 45 bo'lib qoladi bu yer ham 45 bo'lib qoladi. Kvadratni diagonali va 90 tengiga bo'lib chiqadi. Demak, 4 ildiz 2 ni sinus alfaga nisbati x ni sinus 45 ga nisbatiga teng. X taqsim sinus 45 bo'lib qoldi. Ana. Proporsiya qiladigan bo'lsak, bu yerdan x ko'paytirilgan sinus alfa teng bu bunga ko'payadi. Bu yoqqa ko'paysa 4 ildiz 2 ko'paytirilgan sinus 45 ning qiymati ildiz 2 taqsim 2. Ikkalasini ko'paytmasi bu bilan qisqarib ketadi. Bu yerdan sinus alfani topib qo'yaman endi. Sinus alfa barobar nima qolyapti? Bu yoqda bitta 4 qoldi. 4 taqsim x bo'lib qoldi mana. Xo'p. Endi bu tomondagi uchburchakka nisbatan sinuslarni yozadigan bo'lsak, mana A, K, B. A, K, B uchburchagi uchun sinuslarni yozsam, 8 ildiz 2 ni sinus 90 minus alfaga nisbati sinus 90 minus alfaga. Endi mana shu narsaga e'tibor bersak, sinus 90 minus alfa bu kosinus alfaga o'tib qoladi. Keltirish formulasi bor bu yerda. Shuni o'rniga kosinus alfa yozaman. Mana yozdim barobar. Buni bunga nisbatan oldik. X ni mana BK x edi. X nimaga nisbati bo'ladi? Yana sinus 45 ga nisbati bo'ladi. Ana. Bu yerdan proporsiya qiladigan bo'lsak, bu bunga ko'paysa x ko'paytirilgan kosinus alfa teng 8 ildiz 2 ko'paytirilgan sinus 45 da ildiz 2 taqsim 2. Bu yoqqa ko'paydi. Ildiz 2 taqsim 2 qo'ydik. Ildiz 2 bilan ildiz 2 ko'payib bitta 2 bo'lib bu bilan ketdi. Bu yerdan endi yana kosinus alfani topsam 8 taqsim x bo'ladi. Nimaga sinus alfa bilan kosinus alfani topib oldim? Boya ham bitta shunga o'xshash misol ko'rdik. Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfaning yig'indisi 1 ga teng. Mana bu joyga yozaylik. Sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Shu usuldan foydalansak osonroq chiqar ekan. Endi sinus alfa bilan kosinus alfani o'rniga ikkalasini olib borib qo'yib yuborsam, buni kvadrati 16 taqsim x kvadrat qo'shilgan, buni kvadrati 64 taqsim x kvadrat teng 1. X kvadrat ko'paytirib yuborsak, x kvadrat barobar bu yoqda x kvadrat bo'ladi, bu yoqda x kvadratlar tushib qolib 16 bilan 64 yig'indisi, ya'ni 80 bo'lib qoladi. Demak, x barobar ildiz ostida 80 bu yerdan 16 kara 5 desam 4 ildiz ostida 5 degan natijaga erishamiz ekan. 19-misolga B javob bo'ldi. Bizdan x topib so'ralganda 4 ildiz ostida 5. 20-misol, tomoni 18 ga teng bo'lgan ABCD kvadrat. Tomoni 18 ga teng ekan, mana ABCD kvadrat, 18 hamma joyi. Va aytayapti, endi BC va CD tomonlaridan M va N nuqtalar uchun mana ikkala shart o'rinli deyapti. Xo'p. BC tomonidan M nuqtani olibmiz, mana buni o'chirib turaylik. BC tomonidan M nuqtani olibmiz va BM bilan MC teng bo'lib qolibdi. Ya'ni teng o'rtasini olibmiz-da. 18 bo'ladigan bo'lsa, bu yer nima bo'lib qoladi? 9. 9 ham bo'lib qoladi. Endi bu tomondan SD tomonidan N nuqtani olyapmiz ekan. Bunday odam bo'lsin, mana N nuqta shu bo'lsin, ha. Ya'ni SN barobar 2N da shartni qanoatlantirish kerak ekan. Yani N nuqtani shu yerdan oldim. Endi qarang. N ni x desam, N x desak, bu yerga x qo'ysam SN 2x bo'lib qoladi mana. 2x bo'ladi. Jami 3x nimaga teng? 3x 18 ga tengligi bor bizda kvadrat tomon. Bu yerdan x topadigan bo'lsam 6 chiqadi. Demak, bu yer 6 ekan. Bu yog'i 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12 bo'lgan ekan. Mana bular topib oldik. Endi bizdan topib berish so'ralyapti. AB MN to'rtburchak yuzi. Xo'p. S AB MN to'rtburchak yuzini toping deyilibdi. Xo'p.
Qaysi to'rtburchak bo'lyapti bu? Demak, A, B, M, N. Xo'p, mana A dan B ga keldik. M, endi N ga borishim kerak ekan. Bu yoqqa keldi. Buni tutashtiramiz mana. A, B, M, N to'rtburchakni yuzasini topib berishim kerak ekan. Xo'p, qanaqa topamiz endi buni? Qarang, kvadratni yuzasidan mana shu yuzani S deb qo'yay. Ya'ni shu to'rtburchakni yuzasi S. Kvadratni yuzasidan bu uchburchak bilan bu uchburchakni yuzini nima qilish kerak? Ayirib olish kerak. Endi buni yuzasi nimaga teng? 9 kare 12 taqsim 2. 9 12 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsam 54 bo'lib qolar ekan bu yer. Mana bu yerdagi yuza. Ya'ni uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchakli yuzasi. Bu yerda ham to'g'ri burchakli uchburchak bor. 18 bilan 6 ni ko'paytirib turib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 9 kare 6. Bu yerdagi yuza ham 54 ekan. Endi bizdan so'ralayotgan S nimaga teng bo'lib qoladi? S teng bo'ladi. Kvadratni yuzasidan 18 tomoni kvadrat yuzasi 18 kvadrati 324. Mana 324. Mana shu narsa kvadratni yuziga. Shuni ayirib olishim kerak ekan 54 ni. Bu 54 ni olsam mana S qoladi. 2 ta 54 necha bo'ladi? 108 bo'lib qoladi. Teng. 324 dan 108 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak 216 degan natija chiqib qolar ekan. 20-misolga A javob bo'lyapti. Xo'p. To'rtburchaklar mavzusini ikkinchi testini yakunladik. Ikkinchi test tugadi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.